Siz baxtsiz, boshqalar baxtli tuyulyaptimi? Hammada hamma moddiy narsalar bor, sizda esa yo'qdek tuyulyaptimi? Hammada munosabatlar zo'r, sizda esa umuman yomondek tuyulyaptimi? Demak, sizda solishtirish programmasi aktiv holatda va o'zini o'zi barbod qilish programmasi boshlandi degan. Va bunda yechim nima? Birinchi navbatda shu holatdagi fikrlar sizga kelayotganda doimiy ravishda o'zingizga aytasiz, bu hayotga hech kim maza qilish uchun kelmagan. Hammani o'ziga yarasha darsi bor. Kimdir kasallik orqali ongini oshiradi, kimdir bo'lsa pulsizlik orqali yoki kimdir bo'lsa munosabatlar orqali. Shuning uchun har doim sizga shunaqa fikrlar kelganda esingizda tuting, hech kim maza qilishga kelmagan. Va o'zingizni bosqichma-bosqich rivojlantirishga harakat qilingki, agar sizda nimaiki yo'q bo'lsa, uni yo'qligi sizni faqat turtish uchun, rivojlantirish uchun berilgan. Mana shu narsani esingizda tuting va shu fikrlarni o'zingizga doimiy ravishda ta'kidlab boring.